Salom, 9-avgust. O'rtoqlar, hech e'tibor berganmiz hozirgi vaqtda muammosi yo'q insonning o'zi yo'q. Ya'ni sog'ligida, ruhiyatida qo'rquv, vahima, xavotiri yo'q insonni men uchratmadim. Bu nimadan dalolat beradi? Hozirgi jadal rivojlanayotgan zamonda insonlarda orzu, maqsad, rejalari ko'p bo'lsa, ambitsiyasi ko'p bo'lsa va shu bilan birga mas'uliyati ko'p bo'lsa, ularda xohlaysizmi yo'qmi, qanaqadir ruhiy muammolar bo'ladi va shu bilan birga organizmda ham o'zgarishlar bo'ladi. İnsanlar hamma vrachlarga borishadi, klinikalarga, kimni oti chiqqan bo'lsa, mashhur bo'lsa, tajribali bo'lsa, hammasiga borishadi. Lekin o'zlari uchun kerakli javobni olishmaydi. Nima uchun? Men hozir shunaqangi bir sistemani yo'lga qo'ydim. Insonlarni nafaqat bitta o'sha nuqtasini, masalan, yuragini, qaysidir kasalligini, balki butun organizmni davolash bilan yaxshi natijalarga erishyapmiz. Mana konsultatsiyalar, kurslar tashkil qildim. Butun muammosini eshitaman, dardini eshitaman va davolayman. Ham ruhiyatini, ham organizmini. Mana bugun ertaman odzivlarni, fikrlarni yozib qoldirishgan kurs qatnashchilari. O'shandan videoroliklar qilib sizlarga ham ko'rsataman. Juda ham yaxshi natijalarga erishyapmiz. Aytmoqchimanki, agarda kimda qiziqish bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, qiynalib ketgan bo'lsangiz, menga murojaat qilishingiz mumkin. Kommentariyada yozing, maslahat, yordam deb. O'zimga yozing, Telegram, WhatsAppga yoki qo'ng'iroq qiling, sizga albatta yordam beraman. Albatta pulli kurslarim, konsultatsiyalarim to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Chunki bepul yordamni, maslahatni qadri bo'lmaydi hech qachon. Va har doim esingizda bo'lsin. Ishonch, ixlos, sabr. Ana shu 3 ta narsaga e'tibor berish kerak. Hayolingizda bo'lsin. Ishonch bo'lsin o'zingizga. Ixlos bo'lsin qilayotgan ishingizga. Va ozgina sabr. Shunda albatta o'ylagan maqsadingizga, orzuyingizdagi sog'liqqa erishasiz. O'zingiz asrang.